30 qoida. Birinchi. Odatdagidan 30 daqiqa oldin uyg'oning. Soat 5 da emas, atiga 30 daqiqa oldin. Natijada kuningiz va ongingiz ustidan qanchalik ko'p nazorat qila olishingizdan hayratga tushasiz. Ikkinchi. Kuniga kamida 10 bet kitob o'qing. Kitoblar vaqt mashinalaridir. Har bir o'qigan sahifangizda kimningdir bir umrlik donishmandligini bir necha daqiqalarda o'zlashtirasiz. Uchinchi. 2 daqiqa davomli qoidadan foydalaning. Agar biror ish 2 daqiqadan kam vaqt olsa, uni darhol bajaring. Bu odat tufayli sustkashligimdan butunlay qutuldim. To'rtinchi. Kuningizni oldindan rejalashtiring. Miyangiz keyingi qadamlaringiz qanday bo'lishini bilsa, vaqtingizni o'ylashga emas, ko'proq harakat qilishga sarflaysiz. Beshinchi. Ko'proq yo'q deyishni o'rganing. Vaqtingiz va kuchingizni asrang. Yo'q deyish bu mahoratdir. U orqali chegaralar o'rnatasiz va haqiqatan ham muhim bo'lgan narsalarga e'tibor qarata boshlaysiz. Oltinchi. Xarajatlaringizni kuzatib boring. Pulingizni hisoblay boshlasangiz, uni qadrlashni o'rganasiz. Pulni hurmat qiling va u ham sizni hurmat qila boshlaydi. Yettinchi. Har hafta kamida bitta chalg'ituvchi omilni cheklang. Ijtimoiy tarmoqlar, cheksiz bildirishnomalar. Bitta chalg'ituvchi omilni tanlang va uni 1 soatga to'xtatib qo'ying. Samaradorligingiz karrasiga oshib ketadi. 8. Xohlamasangiz ham tabassum qiling. Yuzdagi kulgi mushaklari harakati miyangizga kuchli signal yuboradi. Men shu orqali o'zimni nazorat qilishga erishdim va oxir-oqibat siz ham bunga erisha olasiz. 9. Ishlayotganda taymerlardan foydalaning. 25 daqiqa diqqat, 5 daqiqa tanaffus. Xuddi shuni qayta takrorlang. Bu Pomodoro texnikasi deb ataladi va u kishini to'xtatib bo'lmas insonga aylantirishga qodir. 10. Har kuni minnatdorchilik va shukronalik haqida bitta gap yozing. Minnatdorchilik sun'iy bo'lmasin. Haqiqiy minnatdorchilik bu miyani mashq qildirish bilan barobar. Shukronalikni bilgan inson nima yetishmayotganini emas, balki nima borligini ko'rishga ko'proq harakat qiladi. 11. Kuniga bir kishini maqtang. Kimnidir jilmayishga undang. Bu energiya 2 barobar kuchayib, o'zingizga qaytadi. 12. Uyqudan 30 daqiqa oldin ekranlardan foydalanmang. Bu odat uyqumni har qanday dori, ilova va maslahatdan yaxshiroq tuzatdi. 3 kecha sinab ko'ring. O'zingizni qayta tug'ilgandek his qilasiz. 13. Har soatda 2 daqiqa cho'ziling. Tanangiz kun bo'yi o'tirish uchun mo'ljallanmagan. Bu energiyangizni yuqori va ongingizni tetik saqlaydi. 14. Uyg'onishingiz bilan suv iching. Uyqudan so'ng tanangiz suvga chanqoq bo'ladi. Dastlab suv ichish metabolizmni tezlashtiradi, miyani uyg'otadi va charchoqni kamaytiradi. 15. Har kuni bitta narsani tartibga soling. Tartibsiz muhit tartibsiz ong demakdir. Tartibsizlikni bartaraf etish diqqatni kuchaytiradi va xavotirni kamaytiradi. 16. Har soatda 10 daqiqa tik turing. Uzoq vaqt o'tirish quvvat va e'tiborni yo'qotadi. Tik turish qon aylanishini yaxshilaydi va fikrlaringizni o'tkir saqlashga yordam beradi. 17. 5 daqiqa meditatsiya qiling. Meditatsiya diqqatingizni kuchaytiradi, stressni kamaytiradi va bardoshingizni oshiradi. 18. Uyquga ketishdan oldin bitta yutug'ingiz haqida o'ylang. Eng kichik g'alabalarni ham nishonlang. Bu miyangizni muvaffaqiyat tomon yo'naltiradi va stressni kamaytiradi. 19. Har kuni eng katta maqsadingizni yozib qo'ying. Miyangiz buni allaqachon amalga oshirilgan deb ishongunicha takrorlang. Chunki maqsadni ko'z oldingizga keltira olsangiz, unga intilasiz. 20. Shakar iste'molini cheklang. Shakar quvvatni vaqtinchalik oshiradi, lekin tezda tushirib yuboradi. Uni kamaytirish kayfiyatingiz va aqliy tetikligingizni barqarorlashtiradi. 21. Kuniga 10 daqiqa tashqariga chiqing. Tabiat bepul davolovchi vosita. Toza havo ijtimoiy tarmoqlarni aylanishdan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. 22. To'shagingizni yig'ishtiring. Bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin bu kunning birinchi g'alabasidir. Tartibni ertalabdan boshlasangiz, u kun bo'yi davom etadi. 23. Haftada bir marta qandaydir salbiy ta'sir ko'rsatuvchi narsadan voz keching. Ijtimoiy tarmoqlardagi quvvatingizni so'rib oladigan odamlardan uzoqlashing. Ruhiy salomatligingiz bunga bog'liq. 24. Ko'zgu oldida ijobiy gaplarni takrorlang. O'zingizga gapirsangiz, o'zingizni qandaydir g'alati his qilasizmi? Baribir ham qilavering. O'zingizga sevimli insoningizga gapirgandek murojaat qiling. 25. Mukammallikni emas, rivojlanishni nishonlang. Benuqson bo'lishga intilmang. Kechagidan 1% yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. 26. Yangilik o'qishni cheklang. Yangiliklar ko'pincha salbiy va stressli bo'ladi. Aqliy quvvatingizni himoya qilish uchun ularga kamroq e'tibor bering. 27. Har kuni bittadan ko'proq sabzavot yeng. Ortiqcha bosh qotirmang. Sog'liq
keskin o'zgarishlarda emas, balki kichik yaxshilanishlardadir. 28. Kuniga bitta yangi so'z o'rganing. Gap lug'atda emas, bu fikrlashingizni o'tkirlashtirishdir. 29. Haddan tashqari zo'riqqanda 5 marta chuqur nafas oling. Bu o'pkangizni qayta tiklash tugmasidek gap. Undan foydalaning. 30. Har kuni ertalab 3 ta kichik maqsad qo'ying. Kichik, ammo aniq maqsadlar. Shunday qilib, eng qiyin kunlarda ham izchillikda davom eta olasiz.